Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun malinadan vareniya tayyorlaymiz. Malinamiz 2 kilo. Soladigan shakarimiz ham 1:1 hisobda, ya'ni 2 kilo malinaga 2 kilo shakar solamiz. Mana shakarlarni solib, kechqurun bostirib qo'ydim. Kechasi bilan turdi. Mana ertalabga endi sekin teylari bilan qo'zg'atib, aralashtirib, yaxshilab qaynatishga tayyorlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni gazga qo'yib qaynatamiz. Ancha shakarlari erib, suyulib qoldi. Olovimiz o'rta miyona, past ham emas, baland ham emas. Mana qaynab chiqdi. Endi buni 10 minut davomida qaynatamiz. Hali ko'piklarini olganim yo'q. Ko'pigini olgan sari ko'pigi ham chiqib kelaveradi. Shuning uchun qaynatib bo'lgandan keyin olamiz. Ungacha mana yaxshilab atrof chetlari bilan qo'zg'atib, aralashtirib turamiz 10 minut davomida. Qaynovi bir xil bo'lishi uchun. Mana aylantirib qo'zg'atganda ham qaynovidan to'xtamasdan qaynayapti. Demak, buni qaynovi bir xil. Mana 10 minut bo'ldi. Endi buni tegini o'chiramiz. Mana qaynovdan to'xtadi. Ana endi ko'piklarini yig'ishtirib olamiz. Mana shunaqa qilib lopatkada o'rtaga yig'ib ko'piklarini tozalab olamiz. Mana oxirgi ko'piklarini tozalayapman. Mana toza bo'ldi. Endi bankalarga joylashtiramiz. Bankalarni yuvib tozalab, krishkalarini qaynatib, sterilizatsiya qilib oldim. Tayyor bankalarimiz. Endi solamiz, yaxshilab aralashtirib, quyuq suyuqliklarini bir xilda qilib bankalarga joylashtiramiz. 2 kilo malina, 2 kilo shakar yetkazgan mahsulotimizdan 7 ta 400 grammli bankada chiqdi. Mana shunaqa qilib to'la qilib sovolamiz. Mana bankalarga solib, krishkalarini yopib tayyorlab oldim. Bir texilda tekisda bo'lib. Yoqqan bo'lsa tayyorlab ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.